Biz eng qimmat mashina olganmiz. Menimcha mana shu tracking sohasida eng qimmat mashinani o'zimiz olgan bo'lsak kerak. 4 ta mashina 1 millionga keshga olganmiz. Hozir Instagramni lentasidan u odamning saviyasini bilsangiz bo'ladi. Kimligini, nasamim deylik, qanaqa qiziqish borligini. Misol uchun yalang'och poposhlar bo'ladigan bo'lsa, bratani testosteroni balanagan deysiz misol uchun. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz va shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, eng zo'r biznes bu servis biznesi, liability yo'q. Qiziq joyi o'sha men bitta boshqa bitta firmaga men o'sha operational manager bo'lib o'tib ketgandan keyin o'sha bolalarni o'zim ishga olganman. Endi programmirованiyega kirish уже kech deb o'ylayman, sababi AI o'zi bu yog'iga уже coding, programming uni o'zi qiladi. Lekin javobgarlik bor joyda odam oxirgi bo'lib chiqib ketadi. Univerda ham kuzya bo'ladi. Kuzya. И проценты процентов, и проценты на проценты процентов. Bugungi podkastimiz bu nafaqat logistika yoki boshqa soha yoki tadbirkorlar, bu hammaga tegishli bo'ladigan mavzular, bizning ko'ngildagi fikrlar va albatta har bittamizda o'ziga yarasha tajribamizda bo'lishish